Dushmanlaringizdan eng ko'p nimani o'rgangansiz? Bu masalada menga Hazrat yaxshi maslahat berganlar. O'sha og'ir paytlarda basketbol o'ynab turishganda borganman. Xayrli deganlar. Siz bitta formula bilib oling o'zingizga deganlar. Odam o'zini oldida aniqlash kerak ekan. Aniqlash uchun dushmanlar kerak ekan. Agar dushmanlaringiz yaxshi bo'lsa, yaxshi odamlar bo'lsa, siz yomonsiz. Agar dushmanlaringiz yomon odam bo'lsa, siz yaxshisiz deganlar. Dushmanlarga qarab baho olib deganlar. Dushmanlar men uchun juda ko'p holatlarda o'lchov bo'ladi. Ya'ni ba'zan yaxshi odamlar ham dushman bo'lib qolsa, illatni o'zimdan qidirishimga to'g'ri keladi. Chunki gap endi menda. Lekin yomon odamlar haqiqatan endi hamma yomon ko'radigan, aniq tiniq bir xudo bezori odamlar bo'lsa, xursand bo'lib qo'yiladi. Tushunarli. Siz uchun baxt nima? Baxt bu futbol tili bilan aytganda oxirgi soniyadagi yutuq. Shu kungacha yashagan eng baxtli kuningiz qaysi? Menimcha shu 15-yil 11-fevralda chiqqan kunimda.